Dükkanı tashlab Guangdong ketgil tas qolgan vlogimni ilib keldim do'stlar. Oxirigacha ko'rishinglarni umid qilaman. Qaysi kunsi mijozim yo'q. Azroq qulanib zakazlarni sizvatgandan keyin doktorxonaga mangay deb tursam, bir sayohatchi qiz kirib kelgan, mish qiz shu, bek chiroyli o'zimi. Shu Guangdongda naqsh etgan kasbiy naqsh etadigan, o'zimi go'zalsanki qiz qilgan kichik vaqtida o'rganib ekan. Shu bilan bu qiz kirib keldi, kirib meni ko'rib, shunchalik yaxshi ko'rdim deb qilgan. Qilib shuni bilan men mishad rasm sizib tiyan qilib kelsam bo'ldi hozir debdi. Men hozir mijozim yo'q. 2-3 kundan keyin kelsam bo'ladimi? Hozir men osmos turmoqchi deb qilsam ma'qul degan. Aqchon kelmaydi deb o'ylabdim. Men 2 kundan keyin kelsam maskalarimni taqab ko'rdinglar. Shuni kepti, qanaroq tursa, yaxshi bo'lib qoldingmi? Endi men rasm sizishni uyutib qo'ysam bo'lamdi. Bir tiyan qilib kelsam bo'pti ekan deb ma'qul deb. Shuni yaxshi paranglashibmi shu Guchonninki o'zgacha rasmlarini sizib, undan keyin uningga o'zimning bir o'ylig'im bor, shuni sizib, o'zimning o'ylig'imni qo'shib ilib ketgan bo'lsam, keyingi qitim Qashqarga qanday vaqt kela olayman uni bilmadim deganlik uchun shuni ma'qul deb bir rasm ko'rsatsam, shu rasmni tanlagan bo'ldi. Shuning bilan o rasmni qanday sizishdan tortib bir tafsiliy adab berdim. Undan keyin shu shaklga vaqtida alomat men ishga ko'zitib qolgan bo'ldim. Birdamda o'rganib bu jarayonda o rasm sizdi, hamma gap qildi. Shunda yaxshi do'stliklar bo'lib ketdik. Shunchalik yaxshi temada paranglashdik, do'st to'g'riliq paranglashdik, oila to'g'riliq paranglashdik, o'qish, o'rganish to'g'riliq mijozimizmi shunchalik o'xshashgan. O'zimmi mijozimizga uchoq san'atchi bo'lganlik uchunmi ishqilimizdan gaplar bir yerdan chiqdi, do'st bo'lib qoldik birdamda. Menga bek amroq bo'lib qoldi. Shuning bilan xo'sh bo'lib ketib, o'zininki qo'lga taqagan bir tal nasib ekan, shu qo'lga taqaydigan marjandek. Uningga o'zininki ismininki basharib qo'ygan. Sen so'qig'ing bo'lsin, eslab turasan deb so'qqanti, shuni uni ko'rib men xo'sh bo'lib rahmat deb uningga nima so'qlay, qanaqa narsalarni yaxshi ko'rsatsam, Mishu sizlarninki yiziqinglarda o'zimning ismini yozib bergan deb, isming nima desam Yongfan debdi. Miyada Yongfan deb yozib, kinoga Xanzutini yozib, ostiga Qashqar deb yozib, o'zimning ismi hamda chislani yozib berdim. Va xush bo'ldi, so'qsam voy rahmat deb. Bu jarayonda milliy naqshni qilib bergan, Qashqarning xosligi bo'lsin, men elib ketib saqlab qo'yma deganlik uchun uningga naqshni qilib bergan deb xush bo'ldi. Undan keyin o'zininki necha yil baqqan bir kuchuk bor ekan, bek yaxshi ko'rgan shu taydigoma, iliq budurchashliq, qo'nchoq o'xshaydigan bir ishlar bor, kichik. Shu ishtini egalamay qopdi aeroplanga chiqarmaganlik uchun. Shu ishtiga bek amroq necha yil kichik vaqtdan tortib baqqan. Shu bilan ishtim bilan o'tdaga rasmimni karton holatda shu sizga rasmimning oxiri qilib bergan degancha ma'qul deb qilsam uni bo'yab qildi. Bergan yana xat yozib qilib berdim. Nurg'ulg'an shu sayohatchilik keltir joydan Shanxaydaymiz, Chongqingdaymiz, shu Xilongjiang, Shizangdan kelgan shunchalik yaxshi paranglashib men ziyorat qilib ketdi, lekin ma qiz bilan chiqish paranglashib qildik. O jarayonda o'zininki Guangdongninki har xil manzaralar deymiz, har xil toza tomoqlari shu jihatdan paranglashdik. Tasqaldi men ekketgan o jarayonda. Shuning bilan bir kunim shunchalik xushalmanlik o'tdi. Hozir maveshin qo'shib olgan tatbiq kelib turdi. Mishdandek Qashqardagi yoki Shinjongdan kelayotgan sayohatchi do'stlarmi kelib, Mishdandek o'zinglar rasm sizib, o'rganib, ilib kelsanglar bo'ldi. Qizg'in qarshi olaman amsa, keyingi vlogimni ko'rishaylik. Ko'ngillarga rahmat, xayr xo'sh.